Minecraft, lekin biz ham mana shu juda ham katta emas, balkim kichkina bo'lgan labirintda o'tishga harakat qilamiz. Videoga like bosib obuna bo'ling. Biz esa boshladi. Hamda mana bizning parkurimizning boshlanish joyi va bizdan bu yer o'tishimiz kerak. U bitta sakraymiz, mayli krisachilik qilmaymiz. Hop, bu yoqqa yuramiz. Bu yer tupik, ushi boshlanishidan. Yo'q, bana bobomurod yana tupik. Qayerga borish kerak o'zi? Sopolmayapman-ku yo'llar. Mana yoqqa borish kerak. Yo'q, bu yoqqa. Bir marta poylasam hech kim ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Ana yoqqa borish kerak ekan. Papalyam, seni traktorga diknam. Hozir ko'rgan narsalaringni unutinglar degan umiddaman. Bu hozir hech narsani ko'rmadinglar hozir. Aytgancha bu labirint videosini ideyasini bitta bola menga Telegramdan yozib qoldi va mana shunaqa video olishga qaror qildim. Ekranlarda chiqib turibdi. Sizlar ham shunaqa video olish uchun ideyalar bo'lsa, lichkam kommentariyada bo'ladi. Hop, parkur. Tupik. What the fuck? Hop, bu yoqqa yuramiz. Bu yer tupik. What the? Bu yer qanaqa joy bo'ldi? Yer sharida yerga balo bormi? Bu narsani kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu qanaqa ma'nosiz narsa bo'ldi? Hop, bu yoqqa yuramiz, hamda bu yoqqa yuramiz. Va bu yoqqa yuramiz va biz va nihoyat topdik. Let's go bola. Va nihoyat biz mana shu o'lib ketgan labirintdan ham chiqib oldik, lekin aytgancha ekranlar chiqib turgan kadrni hech kim ko'rmadi deb hisoblaymiz. Va biz labirintdan o'tdik. Let's go. Aytgancha, sizlar ko'rgan video ko'p joylari kesilgan. Bu kesilgan joylarda esa men 2 soatlab labirint ichida qolib ketganman. Va shuning uchun attiga 15 daqiqalik krisalikdan keyin men nihoyat yo'lni topib oldim. Men shunchaki yo'lni topib olish uchun qayerga borishim kerakligi to'g'ri tomondamanmi yoki noto'g'ri tomondamanmi bilib olish uchun ekranga chiqib turgan ishni qilishga majbur bo'ldim. Ming bor uzr so'raman. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Video chiqmagani uchun uzr.